Assalamu alaikum, hürmetli qarindaşlar. Mılanın muş vaqtınlar xayrlik bolsun. Men Dilyar Musabay, yana hammalar bilan yüz görüşüp turibdim qarindaşlar. Hammalarga menden otuq salam yollash bilan hammalarning mush vaqtini tabriklayman qarindaşlar. Mush vaqtning xayrlik bo'lishini umid qilaman. Agarda ovozim chiqyapti deb o'ylayman. Eğer avazım çıkvatkan olsa arkadaşlar ben mikrofonu takmamıştım. Takı olayı yıkarak çıkmamızı. Arkadaşlar eğer avazım çıkvatkan olsa ben söhbetimni başlayıverme. Ondan sonra eğer de avaz çıkmamışsa bana uçur yazsanlar bulduk arkadaşlar. Hemenlarning xabar bo'lgandek, bundan bir qancha kun burun bir qarindoshlarga bir ikki tane mavzuni nima qilgandim, raysinash qilib, qaysi programmani, qaysi tema to'g'risida men bir mulohaza qilsam, shuni ko'rishni xohlaysizlar degan shaklda bir raysinash qildim. Bu raysinashda amaliyotda ijtimoiy fanlardagi hukmlar masalasini so'zligim batda o'zimning. Çünkü bizning Uyg'ur tilida ijtimoiy fanlarning nimasi yaxshi emas, ya'ni ijtimoiy fanlarda bizning tushunishimiz uchun bo'lgan, kerakli bo'lgan hukmlar yetarli emas. Shuning uchun men buni ko'zda tutib, qarindoshlarga shu temada so'zlashni umid qilgandim. Ammo yana bu dunyoning qizib ketgan nimasidan, vaziyatidan yana qarindoshlarga bir qo'yib baqay, qaysini xohlaydi deb o'tir sharq va dunyo vaziyatini qo'yib baqsam, men o'ylamagan halda 291 qarindoshimiz o'tir sharq to'g'risida so'zlashimni xohlabdi. Fakat 40 atrofida, 40 qo'yim xatolashmasam, 40 nafar qarindoshimiz ijtimoiy fanlardagi hukmlar masalasi to'g'risida so'zlashimni talab qildi. Shunga ko'p sonliqning talebiga bo'ysunib, bugun men o'tir sharq masalasi va dunyo vaziyatining yo'linishi to'g'risida so'zlashni, ya'ni talab qildinglar, men unga bo'ysunmasam bo'lmaydi. Chunki ko'p sonliq shuni xohlabdi. Shunga bugun qarindoshlar o'tir sharq masalasi va bu yerdan boshlangan dunyo vaziyatidagi yangi krizis va bu krizisning bundan keyingi yo'linishi, ya'ni mening qarashimda, mening nazarimda nima ish bo'lyapti va nega mavzu degan to'g'risida qarashlarimni o'tirib qo'yishga va vaziyatni analiz qilishga tirishaman qarindoshlar. Shuning uchun oldi bilan nimadan bu ishlarni boshlagan Isroiliya va Falastin to'qinushidan, andan keyin bunga ergashma chiqqan o'tir sharqdagi voqealiklardan, undan keyin dunyoviy qilib ichidan teshig'a analiz qilishga tirishaman. Shunga oldi bilan bo'lib o'tgan bir ay bo'ldimi, men bir analiz qildim. Shu bir ay jarayonida bo'lib o'tgan voqealiklarni tez xotirlatib, bu yerda ya'ni bunga qarata mening yorumim, ya'ni mening qanday xulosa chiqarganimni o'tirib qo'ymak qarindoshlar. Birinchisi, oldin qaytim degan to'q, Isroiliyani Amerika to'xtatish kerak. Chunki buni to'xtatmasa, Isroiliya o'zi ega bo'lolmaydigan ishlarga ketadi bu ish degandim. Va Isroiliyani G'azzoning markaziga kirmaydi degan qarashni o'tirib qo'ygandim. Ammo bu qarashim xato chiqdi. Isroiliya kirishga tirishdi. Oldida bu G'azzaga bo'lgan Isroiliyaning jang taktikasi G'azzani 3 ga bo'lib, 3'ünü ayrı bitip, onun kendi 3'ünü dünyadan yetim kaldırıp, hiç qanday aloqa, hiç qanday narsa yo'q kaldırıp, aşağıda qiynab turib yengmekçiydi. Ama o qo'rshovlari g'alaba qilolmagandan keyin bu qitim 2 tane asosiy markaz, birisi Xan Yunus, yana birisi G'azza, ikkisiga kirmoqchi bo'ldi, ammo o'ylagandek bo'lmadi natija. Shunga u yerda men xatolashdim, ya'ni Isroiliyani Amerika'nın devlet ahlining Isroiliyani to'xtatadiganligiga va bugun kelgan bu krizislarning oldini oladi deb o'ylagandim, ammo ololmadi. Shunga birdan nima ishlar bo'ldi?
Muşu ötken men analiz qilgandan keyin bu yiqiga nima ishlar o'zgardi, men o'ylagan yerdan xato chiqqan yerimdan keyin nima ish bo'ldi, shuni tez eslatib o'tmoqchiman. Birinchisi, İsrail'e nişanlığa yetemedi. Yani bu Gazze'ni işçi kirimiz bir yana alımız, Hamas'ını yokutimiz degen ama eğir talep etti. İkincisi 24 mingdan artık Palestinlik öldü. Bu Palestinliklerin ölgen sani meyada biz dikkat qilishimiz gerek olan bir narsa var. Her bir cesetini tapkan diken, onun kimligini iniq qilgan diken ilan qildi bu sallani, Hamas'ın Seyya Ministerliği. Bu koluda ceset var ve kimligi iniq bo'lgan adamlar 24 ming. Yani Hamas'ın sallari işleştikmi degende bundan burunki bütün tokunuşlarda, bundan burunki yıllardaki tokunuşlarda Hamas'ın Seyya Ministerliğinin bergen sallari Birleşken Devletler Teşkilatı ve Halkara Kızıl Kriz Cemiyeti'nin salları bilen asasen okşaş çıkıp gelmekte. Şunun için bunu dünya işleşik dep itiraf kıldı. Çünkü hazırlıca işleşik bulup gelgen burunki tokunuşlarda 24 mingdan artık adam öldü. Ama yıkılgan binalarının tigidi kalgan kaçlık adam var, bunu bilmeyimiz. Hem de İsrailiye taraftaki salladığımı bazı bir noktalarını düşünüşümüz gerek. Çünkü İsrailiye'de 280 askerimiz öldü, 380'de berxil sallan verdi. Bu salla yağan qeyrindaşlar. Çünkü İsrailiye'nin beriyotgan sallari mening şahsiy qarashimda, analizimda bu Hizbullah bilan chegarada o'lgan askarlar bo'lishi mumkin. G'azzadagi askarlarning soni undaq emas. G'azzadagi askarlarning bir hozir mo'ljallanayotgan İsrailiya tarafdan o'lgan askar soni taxminan 5000. Yaralangan askar soni taxminan 5000. Bunu nimaga asoslanib chiqaryapti buni ba'zi bir mustaqil taraflar deganda. Birinchisi bir İsraillik muxbir Twitter'ga ba'zi bir narsalarni atdı. Yani bundan bir ay burun 3850 askar öldü, 3700 askar yaralandı. Askar tarafının ma'lumoti bu deb uni atgandan keyin bu muxbir ishdan qovlandi. Bu bir. Ya xizmetidan qovlandi. İkincisi İsrailning Haaretz gazeti İsrailning doktorxonalarida qanchalik yarda askar var. Doktorxonalarning ma'lumotlaridan bir doktorxonaning o'zida 1900 dan ortiq İsrailiya askarning yardaning davolanayotganligi to'g'risida, anki har qaysi doktorxonalarda qanchalikdan askarlarning yarda yoki doktorxonada jon uzganligi to'g'risida ikki parcha xabar e'lon qildi. Doktorxonaning ma'lumotini asos qilib. Shunga buni uzatib titib ichiga kirmayman, chunki bekchiq narsa bor. Shunga İsrailiya tarafdan hozirgacha o'lgan askar soni taxminan 5000 deb mo'ljallanmoqda. Yaralangan askar soni yana 5000 deb mo'ljallanmoqda. Ondan keyin mushu to'qinish tugigicha İsrailiyaning jami yaralangan askar soni 12 mingga yetadi degan mo'ljar o'tirib qo'yildi. Asosli ko'p sonliq askarlari ko'zidan yardım o'tibdi. Ya'ni tankga qarshi roket atgan vaqtida u partlagan narsada askar o'lmusimi, onun kuchi aciz o'lmusimi, ama ko'z zaxmiga mangulik palashuvgan yoki mangulik ama bo'ladigan askar soni 12 mingdan oshadi ekan oxirsida. Bu hem de qarindoshlarga uchur. Ondan keyin İsrailiya G'azzaning shimolidagi ba'zi rayonlardan chekindi, amal yo'q. Yani kontrol qiladi. Yani bir yana besib kirgandan keyin u yana askarda tutib turish asli maqsad, ama tek u yerga kelmay turib, yani ishg'ol qildik yani kontrol qildik. U yana tutib tura olish kerak. Hozir tutib tura olmaydigan ko'z yetkazishga ba'zi kontrol qilgan mahallardan chekinishga boshladi. Mesela Irak'a Amerika 15 kunda Bag'dodga kirib bo'lgan. Ama tutup duranmadı ahirde çok. Şunun için çekinişki başladı. Bunu hem de biz tahmin kıldıgan narsa bu buruldan. Ankin hazır nima uchun bu yerga keldi? Yani men oldin qitim degandim, Netanyahu ile Biden'ning siyosiy hayoti tugdi deb. Hozir Netanyahuning qilayotgani shu nimani uzatish, yani siyosiy jantalish ish, yani bir odamning o'rnidan tushib ketmasligi uchun qilyapti shu. Bütün shu krizislarga sabab bo'lyapti. Chunki bu urush to'xtagan kuni Netanyahu tushdi ve hatta o'zining yerlik sudida yoki xalqaro sudda sotlanishi mumkin. Endi bu texmi avjag'andan keyin, texmi fuqarolar ko'p o'lgandan keyin hammalarning xabari bor deb o'ylayman. Janubiy Afrika İsrailning ustidan ICJga arz qildi, yani xalqaro adolat sudiga arz qildi. Men burun
Clubhouse'da, belki Facebook'tum degan bo'lishi mumkin, ama Clubhouse'da bir qancha qitim deganim esimda. Bizni qo'llayotgan g'arb davlatlari bizni qo'llashda samimiy emas degandim. Bizni qo'llashda samimiy bo'lsa, bizni o Angliyadagi bir cherkovda Uyg'ur soti deb unda so'rab yurmaydi asli. Asli ICJ ga buyurdi, xalqaro adolat sotiga. Xalqaro adolat sotiga fuqarolar arz qilolmaydi, davlat arz qildi. Şu Amerika bir davlatni tepib Xitoyni qirg'inchilik qilyapti deb arz qilsa, buni qila oladi. Ammo buni qilmaydi, ya'ni bizga bo'lgan qo'llash samimiy emas degandim Clubhouse esinglarda bo'lsa. Mana Janubiy Afrika İsrailning ustida arz qildi. Bu bir qirg'inchilik deb. Hozir xalqaro adolat soti İsrailni sotlashdi. Qabul qilamdiq, davoni qabul qilmamdiq degan qarorni berish uchun hozir dastlabki isbotlarni ko'ryapti. U sot to'g'risida belki kirishimning avjida yo'q deb o'ylayman. Ya'ni uni qabul qilamdiq degan, shu davoni qabul qilamdiq degan qarorni bergandan keyin u yillar surdi. Burun boshqa da'volar var shunda uzun yillar surgan. Shunga hozir qabul qilish ehtimoli cho'ng. Uni qabul qilib qolsa, lekin İsrailning sotlanishi davom qiladi. Amaliyotda bizga g'arb davlatlari mushuni yerga akilaydi. U yerda bir Xitoyni yo İsrailni jazolashini atayin, unda hukm chiqsa. Ammo u davlatning obrazi, o davlatning o'zining imijini, obrazini yaratish uchun, yaxshi nimasini yaratish uchun xarjlagan 100 milliard dollarlar axlat bo'ladi va cho'ng bir siyosiy besimning ostida qoladi agar u yerda qirg'inchilik qildi degan hukm chiqsa. Shunga ICJning ahvoli bu. Onundaki bazı qarindoshlar deydiki, bu yerda xalqaro qonun deydikansizlar, BDT deydikansizlar, bu foydasi yo'qkan-ku buni. Onda muhim bilib olganning g'ajiti yo'q dedi. Rost to'g'ri, BDT hech qanday ishga yaramaydi hozir. Hech qanday masalani hal qila olmaydigan holatga keldi. Xalqaro sudmi cho'ng ishga yaramaslik mumkin. Ammo bular nima uchun muhim degan vaqtida bir narsa unutmaylik. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro sud degan narsa Amerika'nın bugün dünya koygan sistemisi degan gap. Yani bu sistemi eğer biz bunu yani sel qarasak ve bularni ko'taraylik desek, Amerika'nın dünya koygan sistemisini ko'taraylik degan bo'lamiz. Yani Xitoyning yiqitmoqchi bo'lgan narsasi, Xitoyning qarshi chiqqan narsasi Amerika'nın dünya koygan sistemisi. Shunga bu BDT'da yoki bo'lmasa xalqaro qonunlarga xiloflik qilgan İsrailga Amerika'nın davamlıq o sotni tanımaymiz yoki o sot biz uchun muhim emas deyishlari amaliyotda o'zi qurgan o'zining sistemisini o'zi buzyapti. Bu Xitoy uchun foydali narsa hamda. Shuning uchun ma'lum bir daraja kelgandikan bu Hutilarga va boshqalarga eli kirma. Bu dünya bunda qalaymiqan bu krizislar chiqqandan keyin oxirisida Amerika bu besimda İsrailya bilan qarshilashishga boshladi endi. Gapini avvaltanmagandan keyin eng muhim isboti buni yoki signali Blinken İsrailga 4 qitim bordi shu oyning ichida. 4-qitimida hech qanday ministr bilan muxbirlarni oldiga chiqmadi, bayonot e'lon qilmadi, ikkisi birlikda qanday kelgan bo'lsa shu peti ketdi. Ya'ni Amerika bilan İsrailya oxiri fikr o'xshamaydigan fikr qo'yib, ikkisi ikki yo'lga mangadiganligi bu yerda aniq bo'ldi. Ya'ni endi burunqidek unda nima bo'lsa tamom bilan mangmaydigan yerga keldi Amerika. Chunki Amerika o'ziga ziyon berayotganini bildi bu ishni. Onun keyindan yana birisi Hizbullah kirmadi urushga. Mening shaxsiy qarashimda Hizbullah tarixining eng muhim fursatini qochiryapti. Çünkü hem İsrail'e bu kadar aciz ve tayyorliksiz ve Amerika ayakta Xitoyni qo'rshavatgan ve Ukrainada bir meselelik betib qolgan bu aldıraşçılıqda Angliyaning iqtisodi bu kadar berbat. Bu halda bu İsrail'e Hamas'ı urushib dayak yap dünyada bundaq rezil bo'layotgan bir vaqtda urmasa Hizbullah bu fursat bundan keyin kelmaydi. Yani İsrail'e aciz, hem tayyorliksiz, hem Amerika netijaga tang ko'ngil bilman deb uning kallasi aldirash, Angliyaning iqtisodi berbat ichida doktorlar qiyochi ya namoyish qilayotgan bu holatda İsrailni yana bir qitim tutolmaydi. Mening qarashimda. Shunga Hizbullah tarixining
fursatini qaçırıp atıdı hazır. Bununğa ili kelmeýär. Uýgurlarga fursat keldi diýen qanday näse degende bu noktany ýene sözleýmän. Endi kileyli bu iş yoğunap ketdi. Andan Hutiler çıktı. Nimedeki Yemendeki. Hutiler çıktı. Bular davamlıq paraxutlarni urwatydy. Asasen Saudi paraxutlaryny, İsrail'e mangan paraxutlarni urwatydy. Ve İsrail'e mangan paraxutlarda uruş jaryanında İsrailiýanyň Eilat porty, yani Kızıldeňizden çykkandan keyin Suez kanalda ötgendiki geldi nimesi porty hazır 80% boş kaptı. Ayaktan gelen paraxut. Şunun üçün İsrailiýäge naýatmy çoň bir iqtisadi ziyan berýärdi bu. Hatta Amerika paraxutlaryny vuruşga başlady bular. Ve Amerika bularga jogap gaýtyrmyzda beşide İsrailiýäge atgan bombalaryny tosap bakdy. Keyin Angliýa bilen birlikde bir qança qitim bombardıman kıldı. Ama havadan bombardıman kılış işi yaramaydı. Köpünçe ahvallarda yoki davamlıq bir kuş havadan bombardıman qilgan vaqtning o'zida quruqlikda urushadigan bir askar bo'lish kerak. Mesela Irak'ta yoki Suriyada hozir Amerika havadan bombardıman qilib turdi, yerdagi nimalar YPG Kürtlarning tashkiloti ular quruqlikda urushadi. Bunda qilsa yengalaydi. Ama quruqlikda hech qanday askar yo'q, o havadan kelib bombardıman qilgan bilan Hutilarni to'xtatib olmaydi, yo'q qilib etkilim bo'lmaydi. Shuning uchun bu Amerika quruqlikka kimni topadi? Quruq Yemenliklar urushadigan kim o, qaysisi var, kim bor? O şunu o'ylashmasa, shuni topmasa, bu hozir bombardıman qilayotganlarning hech qanday foydasi bo'lmaydi. Chunki Yemen şu Arab Bahardan keyingi nimada İranning bir peshkisi bo'lgan Hutilar tarafidan o davlatda ishga urush bo'lib, huquqni ta'tilib Hutilar. Aqadan Saudiya Arabiston bu İranning peşkelerinden kolu çıkıp sunmaydı da buluyla neçe yıl uğraşıp, aş koyup, 10 yıldaki açıkçılık olup, neçe milyon buvak ölüp, vetveriye çıkıp ketken, veyran olup ketken bir devlet. Yemen'den hazırki ahvalıymış. Ötken 15 yılda veyran olup ketti. Yani bu veyran olup ketken, işimiz kalmayan devletine ayrıpılan bilen kelip bomba etip, kandak kokatkalı oldu yani. Nime kaldı ki o ya da Amerika uğradı. Şunun için Amerika'nın bu bombardımanları asası cihetten bihude. O hiç kimini korkutuşu yetmeydi. Quruqlikdan askar tepish kerak. Quruq mala havada qo'g'dab bersa, quruqlikda Hutilar qarshi urushadigan adam ya o'zining askarini ya tashkilot tepish kerak. Ama o'zining davlati askar chiqarolmaydi. Buni men jiqtab ketdim. Hozir Amerikaning urushadigan askarimi yo'q, urushadigan pulimi yo'q. Onun keyindan oxirisida İran'da bir partlash bo'ldi. İki qitim partlash bo'ldi, bir 10 minutmi aralıqda. Yani terörlük vakası oldu İran'da. Asasen halk öldü. Bu ne? DAEŞ, ISIS. Biz kıldık dedi. Bu ISIS, DAEŞ interesting değil mi Uygurca? Enteresan yani Türkçe. Uygurca bilmeyeyim. Acayip bir teşkilat yani. Bu teşkilat şeriat dünyanın da kılımız, dünyanın da kılımız deydi şu arada. Ama 4 ayga yakın İsrailiya çegirisini kontrol kıldı bular Suriye'nin İsrailiya çegirisini. Ama 4 ayda İsrailiye'ye bir pay ok atmagan teşkilat bu. Hatta nimeden şunu tapalaysızlar Google'dan. DAEŞ yani ISIS İsrailiye'den keçirim sordu degan bir haber var. İsrailiye'nin İçki İşler Ministeri, İçki İşler Devlet Müdafiə Ministeri 2017-yili bu DAEŞ bir pay okunu İsrailiye taraf eti ötüp kalkan bu bir küçük bir ucum kıp kaptı ki İsrailiye'den keçirim soraptı ki bu DAEŞ. Google'a yazsanlar İsrailiye'nin gezdiğinden şu haber çıkıyordu İngilizce. Ama bu DAEŞ İsrailiye'ye bir hücum kılıp keçirim sorğunu hesap kalmaganda İsrailiye'ye hücumu yok. 2022-yilda yani DAEŞ tugap bolganda yana bir hücum bar deydi. O qanchalik hücum onu bilmaymiz. Ama bu DAEŞ İsrailiye'den başka hem adamga hücum qildi. Men Türkiye'de 2 yıl turdim. 2 yıl turuş jarayonida Türkiye 16 qitim partladı. Bu 16 qitimdan qanchasi Xudayim 14'imi DAEŞ tarafidan, 4'imi PKK tarafidan bo'ldi. Şuna bu DAEŞ bütün rayondaki hem devletine uğradı bir İsrailiye'den başka. Bu qitim İran'ı partlattı tazım şunda vaqtida. Şunun için bu DAEŞ'nin o tasmasının qayerligini ko'rsak bo'ladi yani. Şunu bilan bu İran'ı urgandan keyin texima hayron qolarlik shu bo'ldi. Yani DAEŞ biz urdik degandan keyin İran chiqib Suriyani urdi, Suriyadagi nimaning
Suriyadagi terrorchi tashkilotlarni dedi. Ondan keyin Daeshni urdik dedi. Ondan keyin İsrailiyaning bir istihbarat merkezini Erbildiki. Onu urdik dedi. Yani Suriyani urdi, Irakni urdi, oxirsida hayron qolarlik Pokistonni urdi. Yani bu İran biz İsrailiya bilan ayada urush davasa bu mu Daeshga o'xshash İsrailiyadan boshqa emas urdi yani. Bu yani hayron qolarlik narsa. Şuna bu nimenin yani bir düşünüksüz bir ahval bu İran demiş var. Mening qarashimda üç xil ihtimallik var İran'dakide urushida. Birincisi Amerika mahusila urvatıdı. Sen mi bu ternin yani Amerika hazırgacha husilani ursun mu nimi deyapti? İran bilan to'qnashishimiz yo'q, İran bilan urushmaymiz deyapti. Şuna birinci ihtimallik bu İran'dan Suriyani, Irakni, Afganistan, Pakistan'ı urup Amerikaga bir mesaj qaytargandek his qildim ben. Yani bizning odamlarni o'ltirsanglar biz sizlarga uramiz, ammo Amerika sen bilan urushkim yo'q buni bil degan mesaj. Bu Amerika İsrailiyada boshqa emas nurg'ini. İkinci xil ihtimallik, o birincisi xato olsa, ikinci xil ihtimallik İran armiyasının ichidami bir FETÖ yapılanmasıdek bir narsa bo'lishi mumkin. 2016-yili şu Ruslarning bir aeroplanni yetib tushirayotdi-ku turklar. Shu vaqtida mendan so'raganda shu yerda bir tanishlarimiz turklar. Sen qanday qaraysan degan, men bu NATO'ni bek yaxshi ko'rgan generallarning ishi bu hozir Turkiya Rossiya munosabatida Turkiya aeroplan atmaydi deganim esimda, keyin u FETÖ'ning ishi chiqdi yani. Shuning uchun bu hozirgi Pokistonga yetilgan İranning bombasi bu generallar etügün işte FETÖ'çüdek biznes çıkıp Amerika'nın yani o yerde koygan bir teşkilatı ya gibi küş taraftan kılıngan bolsa men hayran kalmayma demekçi. İkinci ihtimal bu. Onun dikin yani şu iki ihtimallık tuturum hemen asaslığı. Üçüncü ihtimal hazır demek. Onun dikin yeni bir mesele Pakistan İran'a cevap qaytardı. Ularni biz terörlük teşkilatını urduq dedi. Andikin Afganistan'ın Talibanı bilen Pakistan chegarada yetişip ketdi. Ya bu mu yani düşünüksüz narsa yani. Ma yaqin ayağı Pakistan bu Pakistan'daki Afganlarni qo'llaymiz deyotgan onunga qarshi bo'lib mu? Bunu Clubhouse'da birinci suhbatda dedik. Dünyada iki tane hazır aşı rayonda iki tane Taliban var. Birisi Afganistan'ın Talibanı, birisi Pakistan'ın Talibanı. Bu Pakistan'daki Taliban aşı Ruslar karşı uruşta Amerika bu Taliban'ı yaratkan devlet Amerika. Ruslara karşı yerdeki radikal ideyadaki insanlarını teşkillep korallandırıp Amerika'da Ruslarla uruşturgan Amerika. Keyin u Ruslar bu Afganistan ishg'ol qilib kirgan vaqtida qochgan xalq va sizlar urushinglar biz Pokiston qochamiz deb ba'zi nimalarda 2,5 million, ba'zi nimalarda 3 million manbalarda Pokistonga qochdi. Va bu Pokistonda qochib borgan ayollar va bolalarni asos qilgan bu to'p 20 yildan keyin Pokistonning Taliban bo'lib maydonga chiqdi. Shunda Pokiston bilan xalmaydigan bo'ldi va bu afg'onlarni yaqinda bekchi qaytiramiz deb bir ishlar olib ketdi. Hatto Afg'onistondagi Talibandan sizlar bu Pakistan'daki Taliban'ı qo'llamanglar, aloqanglarni uzunglar, hatta Afganistandan ishchi qochib kirib olganlarni bizga tutib beringlar deganda bisimlar vatdi. Ama Taliban o Pakistan Taliban'ını satmadı. Çın turib oldi. Şu yerda bir sürkülüş batdı ama hazır su yüzüge chiqqani bu hayron qolarlik narsa. Endi bundak O'rta Sharqdagi bundak qalamqanchiliklar, işte teşkilatlar bulup mu bir söylenim qilgan vaqtida O'rta Sharqni o'tgan 100 yillik ya 150 yillik tarixini tushundiganlarning esiga bunda ishlar bekchiq bo'lgancha Angliya keladi esimizga. Yani Angliya nelarda nima ish qilayotgansa, nelardan beshon chiqarayotgansa degisi keldi odam. Chunki O'rta Sharqni tushunishda Amerikadan yaxshi tushunadigan davlat Angliya. O'rta Sharqda hozirgacha mushundaq iş kaldı teşkilat o bulada tesiri en güçlü Angliya. Şu an bu hazır müşinçilikte ama düşünüksüz bir dokunuş oldu ya. Endi yeni bir mesele Xitayning ahvoli. Xitayning ahvoli to'g'riliq ayrim program qilishimiz kerak, ayrim suhbat qilishimiz, chunki Xitayning ichida davolg'ish bek cho'ng.
Birincisi, Xitayda bu bizim haberlerge bizim ana tilimizdeki Uygur tilideki medyalar haberini berip atamdı bilmeyme. Neçe minister öldürüldü Xitay'ın içinde. Generallar öldürüldü. Amerika yadro kurallarının mehbiyetliğini satkan Taşqı İşler Ministeri Çınganma. Şu doğrusu da nurgun haberler uçup jürüydü hazır İngilizce ve çetel medyalarda. Bunun Uygurlar kançiligini tercüme kılıp berip atıdı bilmeyme. Bizim medyalarımız zaten bağırmaz radyo. Şunun için hazır Xitay'ın içinde pek çok davalgıç var. Siyasi taraflar bir-birisi bilen qattiq ezişip atkan işler var. Hatta şu raketa kısımlarına, başkurulan bomba kısımlarının generallardan tatip tutulganlık ve ki peslep öldürülgenligi doğrusunda nurgun nimbamda uçucugen haberler var. Onun yani bir işçide bir siyasi istikrarsızlık, muhimsizlik bir ahval var. Ondan keyin yana qaysini tanladım. Onunki yana bir iqtisodiy jihatki, buni iqtisodshunaslar qilish kerak. Men uni ichiga kirib olsam to'g'ri bo'lmaydi. Iqtisod jihatdan ajoyib cho'ng davolg'ish vaqtlarning ichida. Bunun ichida men bek ochmay iqtisodshunaslar qilsin. Undan keyin yana bir narsa, muhim narsa. 2023-yilda Xitoyning nopusi 3 million azlabdi. Bu bizdagi qirg'inchilikni hisoblamaganda, ular qirg'inchilik qilmadik, odam bu yerda san o'zgarmadi deydi. Xitoyning o'zida 2023-yilda 10 milyon 100 ming odam o'libdi. 7 milyon bu vaqt o'libdi. Ya'ni 3 milyon minus. Tunji qitim mana shu planliq tug'ut yo'lga qo'yilgan vaqtidan tortib hozirgacha yo'l qo'yishdan oldingi 60-yillardan tortib hozirgacha ocharchilikdan keyingi deyli. Tunji qitim Xitoyning nopusi tushishga. Ya'ni Xitoy bir pekga chiqib, eng yuqori nuqtaga chiqib tushishga boshlabdi nopos. Bu intayin muhim nokta. Çünkü bir devletinin yoki bir ulusunun en güçlü gücü, ulusal güç deydigan bir narsa var. Bunun birincisi zaten nopos. Xitoy 1,5 milyar deydik-ku, ama bu planliq tug'utida siyosatida, planliq tug'ut degan qassoblik siyosatida nopusning hozir qiyirig'ini eshib ketib, yangi bolalar tug'ilmay, yangi illaylar qiyirlar ölüşke başlagandan keyin tug'ilish nisbati tushgandan keyin bu nopus endi qiyirlari tugayishga boshlaydi. Ba'zi statistikalarda, ba'zi nimalarda tadqiqotchilarning da'vatini Xitoy 2100-yilgacha, ya'ni 80 yilda Xitoyda 600 milyon odam azlaydi deydi, 900 milyon uçup qoldi deydi. Ba'zilar 900 milyon azlaydi, 600 milyon uçup qoldi deydi. Ya'ni Xitoyning nopusi tushishga boshladi. Bu bek muhim, ya'ni bir yıl 7 milyon bu vaqt olgansa, yılda ölüş nisbati 10 milyon asasen o'xshash turdi. Ama bu tug'ilish nisbati texmi tushib menishi mumkin. 7 milyondan 5 milyonga tushsa, 10 milyon odam o'lib, 5 milyon bu vaqt olsa, nopus 5 milyon azli degan gap. Bunun endi nurg'un sabablar var. Hozir degan Xitoyda shunda tashviqotlarni boshlab ketyapti, ya'ni 3 balliq bo'linglar, 25 yoshdan to'van yoshda to'y qilganlar pul beramiz, o bu deb. Ve bu yerde biz yeni bir narsani bek aniq tushunamiz. Bizga bu qirg'inchilikni qilgan vaqtidagi bizning Uyg'urlarning qizlariga, xonim qizlariga farzandlik bo'lolmaydigan o'qil urushini endi tushundim. Ya'ni Xitoyning bu nopus krizisiga uchraydigan nimadan biladi, butun tadqiqotchilar aytdi. Xitoy hamon bir kuni bu 2 balliq olsa, 3 balliq olsa degan siyosatdan voz kechadi. Voz kechgan vaqtida Xitoylar ko'p balliq olishni xohlamaydi, chunki ular bir balığı ko'nib qoldi. Ama Uyg'urlarning yezillarida siyosat nechivatdi, davlat partiya bundakin bizni jiq balliq bo'linglar dedi-da, bizda 6dan 7dan balliq olish boshlanib ketadi. Xitoy buni bilgachga, ya'ni Uyg'urlarning nopusi ko'tariladi, Xitoyning uchib ketadi. Xitoy buni oldin ko'rgachga bizga qirg'inchilikni qilib, lagerlarni qilib va xonim qizlarimizni farzandlik bo'lolmaydigan qilib bo'lib, endi bu siyaset. Yani bunu dikin nerede 3 bala 4 bala yeni to'y qilgan Uyg'urlarning qizlari, yeni to'y qilgan yeni kelinlar bir balliq bo'lishimi qiynalishi mumkin. Chunki ularga o'tgan 4-5 yildan oyog'i urilgan o'qullar, yegizilgan narsalar bizning nopusimizni kontrol qilish uchun qilingan yani. Şuna hozir vatan bilan aloqanglar borlar. So'rab baksanlar, belki benim perzim her ailede farzandlik bo'lolmayotgan bir jup yeni to'y qilgan yoshlar en azda bir bo'lmasa nurg'uni bo'lishi aniq mening qarshimda.
Shuning uchun bu Xitoyning nüfusini ko'tarimiz deb hozir qilgan siri u Xitoylar bir balığı ko'nab qolganlar hozirgi uyning bahosining qimmatligi, xizmat yo'q, yanıla qancha Xitoy uni tashviq qilsa, Xitoylar yanıla bir balık ya ishib kesish 2 balık olup turib olmoqda. Buning bilan Xitoyning nüfusi texmi cho'kishga boshlaydi. Qachonki Xitoy 3 balık olmaganda chiqib asimiz degandek bir mecbur narsaga o'tmasa, bu nüfusni nüfus çöküşünün aldığını ilişi ters olurdu bunlar teşvikat bilen. Çünkü Xitaylar 50 yıldan beri könüp ketdi bu bir ballık nesiga. Şu an Xitayning içinde bekçik davalg'ush var. Onun ayrım bir programma qilib, bo'lsa Xitoy iqtisodshunos, Xitoyning iqtisodini yaxshi biladigan iqtisodshunaslar bilan buni cho'qim bir suhbat qilib, qarindoshlarimiz bundan xabar tepish kerak. Xitoyning ichida ig'ir masalalar var. Endi kelaylik mening hozirgi bu ustida deganlarim to'g'risida mening xulosam shu. Birinchisi hozirgi deganlarimiz, undan keyin dunyoviy nimasiga o'timiz, kelgusi to'g'risida so'zlashimiz. Birinchisi O'rta Sharqda hozirgacha bo'layotgan shu 10-oyning 7-kundan tortib hozirgacha bo'layotgan narsadan men shunday xulosa chiqaraman shaxsan. Amerikaning O'rta Sharqdagi ta'sirining ojizligini ko'rdim. Aldığım qitimda analizimde degandim. Bu Yemendek bunda devlet çıkıp o'ylab bakinglar. Xalqaro dengiz yo'lini Amerika bu dengiz bütün dünyadagi dengiz yo'lini qo'g'dashga Amerika mas'ul. Amerikaning süper güçlük mas'uliyati mushu. Hem mesela Türkiye bir mal avatadi Xitoyga. Bu malni yo'lda qaraqchi bo'lib ketamdi, nima ish qilamdi? Uning bexatarligi Amerika mas'ul. Amerika'nın dünyaya bergen bexatarlik tuyg'usi bu. Bütün dünyadagi ticaret barqitlarini Amerika şu deniz yolunun nimisini qo'g'daydi. Bugun Hutilar deb bir sapmakashlik bir qavm chiqdi ve Amerika'nın dünyaya bergen bu zanjiriga jang e'lon qildi. Ko'rgan farqni urdi. Bu Amerika'nın obrazini, Amerika'nın hegemoniyasini dedi-ku, Amerika bir yer shahar xarakterli hegemon kuch. Bugün birisi çıkıp onun jang e'lon qilib, uni buzyapti obrazini. Ve Amerika bunu to'xtatolmaydi. Bu Amerika'nın hacizlaganligini ko'rsatdi. 15 yılın aldığındaki 2003'teki Amerika olduğumuzda bu vaqtcha Yemenni bir taraf qilib, u yerga bir şeriatçı emirden birini yoki bo'lmasa demokratiyadan birini tiklab bo'latdi. Ama shuni qildik, majol yo'q. Shuning uchun Amerika'nın hozir ojizlaganligini ko'ryapman men. Yana birisiga tarafdan chiqqan krizislarga yetishmayotganini ko'ryapman. Bir narsa aniq bo'lsin. Amerika'nın tadqiqotchilarida, tadqiqot maqolalarida bir narsa bek aniq. Buni asli chiqqan odamni men unutdim. Bir Amerika'dan Pentagonning ishidagi bir olimga, ammo buni naql aqollarini ko'rdim men jiq nimalarning, jiq tadqiqotchilarning. Amerika ishqisabda urushamaydi degan narsa bor ekan. Yani hem Atlantik'ta hem Pasifik'ta iki okeanda o'xshash vaqtda urushamaydi ekan. Hozir yani u narsa aniqkanda de Amerika ishqisabda logistik sep uzrab ketib, ta'minot sepi uni qo'g'dayolmay ishqisabda urushamaydi ekan. Urush yillarida. Shuning uchun u narsa aniqka. Ammo hozir ko'ryapganimiz ishqisabda urush qilish emas. Ishqisabda ya uch tarafda vakolat urush qilishdimi qiynalyapti Amerika. Vakolat urushi degani nima? Yerga bir tashkilotlarni chiqarib qo'yib, o'zi kaynida turib urush qilganni vakolat urushi deymiz. Masalan, Ukraina bilan, ya'ni Rossiyaning urushyotgani Ukraina emas, amaliyotda Amerika. Ammo Ukraina vakolatchisi yani urushyapti. Yani 2-3 yerda vakolat urushi bo'lsa, burun Amerika ustida, ona dunyoning Latin Amerikasida, O'rta Sharqda yana bir yerda vakolat urushini hep ma'nolaydi, burun kuchyapti. Hozir uning qumi qiynaldigan bo'pti, ya'ni Ukrainaga pulni kesmasa, İsrail'e pul yok, algı yaptı. Burundan urushdan 3-4 pul yetadi. Bunu ko'ryapman. Endi yani Amerika u yerga ta'sir yetmagan bo'lsa-mu, yani ojizlagan bo'lsa-mu, lekin u yanada Amerika u bir hegemon kuch. Unda bo'lgankan o'zi aralashmasa-mu, yana bir tashkilotlar orqali bo'libmi, bu İranning u yoq bu yoqqa yetib, Ironga qarshi kelib degandek qarshi kelgan davlatlar degandek, bu davlatlarni bir-birisiga qalayimqon qilish orqali bu yerdagi masalalarni hal qilamizmi, lekin o'zi undaq men asan yengilmayman degan narsani ifodalayolmaydi. Yana birisi
Abiyam dedim, DAEŞ'li misal aldım. Açtaq teşkilatlar var bula, Allah valla deydi Allah, ama kılavatqa işiga qarab bu işiden kim paydalı dediyse, başkalar paydalıqan teşkilatlar var. Otur şərəxticik. Bu teşkilat, yani devletler hazır, Pakistan, Afganistan, İran qığandın sırt, emde teşkilatlar bu yanı qalayım qanqılışı mümkün, otur şərəxini texim. Abay diginimdek, bir şey devlet qatımı bunu. Bunda, yani teşkilatlar bu yalanı qalayım qanqılış ve qaliklerini körsek, tarih bizi şunu gösterir ki, bu İngiliz taktikisi, Amerika emas. Bunu aldığımızdaki vakalikler, bundaki 101 karşılarda aşındak palanç teşkilat, pustanç teşkilat, valla ya da mandavuldu diyen haberlerini kösenler, minençi Atlantik'nin ayaklarımız mayıkı karanlığa demek için. Çünkü otur şerifinin tarihi bu iş beyçik tekrarlanmadı. Onun dikin yeni birisi Türkiye için bek çok tehdit var. Türkiye bu değil aldığımızdaki 5 yılda nimiş buluş ihtimal var diye yedi deyme. Türkiye hazır nimigi uçuk, yani bir işçiden bir kalayımkançılık çıkarışka şunda uçuk yarı eğizi uçuk hazır. Türkiye'nin işçiden kalayımkançılık çıkarmayın dese kanda çıkarış ihtimali balık ne tövende deyme. Hazır Türkiye için tehdit yoğun atıdı. Hazır en paydalı vatkan devlet kaysıtsanlar Hindistan. Hindistan hiç kimden yendemez. Onu mu yendemez, bunu mu yendemez? Mesela Amerika'nın mı yendemez? Xitay'a karşı kuvvetli bir oğan bilen Rusya tarafta ve halkara seknede Rusya'nı merencitmeyi, hatta Amerika'ya karşı sözlerini halkara devirdiğin bir devlet. Nima uchun bunday qildi Hindiston degan vaqtida? Çünkü Hindistanning soğuk munosabat urushi vaqtida Hindiston Rossiyadan alatdi qurollarni. Amerika Xitoy bilan Pokiston üçü birlashib Rossiyani yiqitgan. Hatta Taliban bilan birga to'ti. Pokiston bilan Hindistonning orasida urushlar bo'lgan dövrde bir-birini qo'llamaydi. Hindistonni Sovet ittifoqi qo'llaydi, Xitoy bilan Pokistonni Amerika qo'llaydi. Shuning uchun bugunmi Hindiston Amerikaga ishonchsiz holda yiqilishdi, muomala qildi. Bugün herkesmi Hindiston Amerikaning o'yinida Xitoyga qarshi diyolmaymiz shuni. Kuvvat nimesi, yani bir nersesi degan bilan ayakta BRIC, yani Kuvvatda Amerikaning o'yinida, BRIC'da Xitoyning o'yinida Hindiston. Şuna eğer de siz halkara siyasette hiç kimni rencitmeyi, onun meyini baralaydıgan, bunun meyini baralaydıgan uruşlar açısı bunun arlaşma yatta no çıkılalsınız, işkili tarafı kural satalaydıgan devlet olsanız siz yengen bulsuz. Bütün payda sizge oldu. Uruş kallanayımız yan tartıdı. Şunun için Hindistan hazır en çok paydalı atkan devlet Hindistan. Bütün bu şu hazır vaziyetten. Hiç kimni rencitmedi, hiç kim tarafı ötmedi. Hemmesiga mesela İran'ın embargo koyduk İran'a. İran'dan neft alanmayısla deydi Amerika. Ama kuvvetni, emkarlık o bu dep durup İran'dan neftini ili vurdu Hindistan. Onun gap yok. Ama Türkiye İran'dan neft alsa embargo yeydi o Amerika'dan. Şunun için Hindistan mandak oynadı. En akıllı oynadı. Hemmisini var. Hemmi taraf koymayı, hem tahtideki hemmisini razı kıp durup, ya razı kılanması mı karşı tarafı balance kıp durup, tanışaş kıp durup, bütünmüş vaziyetten paydalı vatkan devlet Hindistan. Qağaları ziyan tabi. Bunu Türkiye, Rusya, Ukrayna uruşudu mu kıldı? Türkiye kıl aldı bunu. Şikil tarafı yapıntıdı. Şikiyata Ukrayna kural sattı. Yani Türkiye'nin Rusya, Ukrayna uruşudaki muamelesiga ben 10 numaradan şimdi 9 numara verme. Türkiye'nin taşkı siyasetiga. Yani mükemmel yani. Nima üçün bir numara tartımız desenler? Çünkü Ukrayna'ya kural sattı. Aslında Türkiye Rusya'ya mı Ukrayna'ya mı ten kural satı algan bolsa, ikisini uruşturup durup ikili sulduzu o vaqtida 10 numara yani 100 numara perfect. Taşkı siyaset degan muşu asliço. Şu onu kılanmadı ama 9 numara güzel. Ama Hindistan kamlaştırıvatı da hemen esni. Hemmisi bilen münasebetini buzmay, hemmi taraflar rakip bilen mi, dost bilen mi, düşman bilen mi minvatıdı, paydalı vatıdı. Onundaki yeni bir nokta Tayvan'daki saylam neticesi. Tayvan'da yeni mincinden saylandı. Xitay'la beşini artırdı kaldılar. Yani Tayvan müstakil oldu dedi. Bu texmi aldığımızdaki krizisini texmi çonkurlaştırışga yaraydı. Ve Amerika'nı texmi Tayvan'a kural setip beriştigende biz burunki söhbetler dep bolgan nokta Tayvan o Şarkı Janubi Asya meselesini texmi kızıtışga texmi
murakkablaştırışga degandek yaraydı bu iş. Ondan keyin Avrupa'nın generallar olsun, yoki NATO'nun olsun, hozir hamda 3. Dünya urushi. Biz Rossiya bilan urushishimiz mumkin, Xitoy bilan urushishimiz mumkin degan yerga keldi. Men burun degandim 2012-yili butun hamma odam bo'libmi xalqaro tijoratni Xitoy bilan savdo qiladigan, xalqaro savdo degan kasbda o'qiydiganlar xalqaro munosabatlar fakultetiga qarab kulatdi. Urush chiqish ehtimoli bor desa, shunda bilan ovqat qilsak nima urush deb kulatdi. Ammo hozir bu narsa hamma odamning tiliga keldi. Generallar resmiy deyishga boshladi buni. Shunga elga 4 xil ehtimollik bor degandik-ku. Amerikaning Eronga petib qilishi, Amerikaning cho'kishi, Xitoyning cho'kishi yoki ikkisining o'rtasida urush chiqishi ehtimoli deb Graham Allisonning nazariyasini. Hozir shu urush ssenariysimi maydonga chiqishga boshladi. Shunga men 10 necha yilga ketmay oldimizdagi 5 yil to'g'risida ko'z qarashlarimni deb qo'yay. Birincisi, hozir O'rta Sharqni besik turishni Xitoy xohlaydi. Bu Eron, Pokiston, Afg'oniston, Tolibani bularning o'rtasida jidal chiqsa, hozir Xitoy chatoq bo'ladi. Shunga bu o'rtasida chiqqan jidalning ichida Ingliz va Amerikaning qo'li qanchalik. Buni arib chiqib, buni nima qilishga tirishadi, tinchlantirishga, jimitishga, muqimlashtirishga. Bu kenayib ketsa Xitoy ziyon tortadi hozir. Malani oqsabdan chatoq chiqdi. Shunga buni nima qilishga kuchaydi Xitoy. Agar kengayib ketib qolsa, bu O'rta Sharqdagi narsa, Isroilga o'zi egolanmaydi degan to'q ular genocide so'tiga va Hosiylarni ko'di. Agar bu yana kengayib ketib qolsa, O'rta Sharq o'tib ketishi mumkin qarindoshlar. Çünkü bu yerda hal olmagan nurg'un masala var. Her bir meseleni urushla hal qilamiz deydigan ideya va dunyoda urush vaqti boshlanibdi, juma deydigan fikr, ko'z qarash eg'irlikni egallab ketsa, asosiy qimni kichikkina masalalar va davlatlar bir-birisiga uchib ketadi. Bu işte bir nachar narsa bu urush, ya'ni biz o'tgan 70-80 yillarda tinchlik yilni yashayapmiz. Tinchlik yildan boshqa urush davri deydigan bir narsa var. U beqalliq bo'ladi va boshlanishi hayron qolarlik. İkisini boshlasa, so'qishida qarshi deb tur, keyni-keyndan rayonlar, davlatlar, hatto dunyo o'tning ichida qoladi. Shunga hozirgi narsa yo'g'inab qolsa, buni Xitoy oyoqni Amerika, Isroiliyani sen balangni tut, men balamni tutdim degandek bosmasa, O'rta Sharq o'tib ketadi buningda. Yana ba'zi masalalar va bu yerda shu jang chiqarish, jidal chiqarish ehtimoli bo'lgan. Eng muhimi Farg'ona vodiysi. Yani O'rta Osiyo olib qoldik, ammo bu yerdan bordi o'tmi? Farg'ona vodiysidagi chegara masalasi her zaman o'tilish ehtimoli bor narsa. Ammo Turkiya bu yerga kirgandan keyin Hakan Fidan o'tganda dedi, 4-oyda Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi chegara masalasini hal qilamiz, ikki taraf kelishim qo'ydi, tayyor bo'ldik dedi. 4-oygacha nima ishlar oldi? Yana ikkisining o'rtasida jidal chiqarib yetilamdi. Çünkü o'tgan dedi-ku, quruqlikda 3 xil urush chiqadi deb. Bir ehtimoli, uchundan birisi o't qo'yruqlik qilganlar bo'ladi. Shuning uchun hozir Farg'ona vodiysiga o't tushib ketadi bu yerdan chatoq chiqsa. U vaqtida bu O'rta Sharqni o't tutashdi degan gap hammaga taqiydi. Endi oldimizdagi 5 yilda, yani bunu besiq tursa, değil, besiq turmasa oldimizdagi 5 yilda ko'ramiz O'rta Sharqdagi o'tning qanday tutishadiganini. Mening mo'ljarim. İkincisi, oldimizdagi agar mushu vaziyat davomlashsa, ikincisi oldimizdagi 5 yilda Turkiyaning ichidan ishga urush chiqishi mumkin. Çünkü Erdoğan'ın saylamda yenemen degan narsa bilan 500 ming ya 200 ming odamning belti kerakmi deb bu Suriyalikni, Afg'onni Turkiyaga yig'ib olganning oqibati bexatarlik bo'ladi. O'tganda MIT, yani Türkiye'nin istihbarat teşkilatı İsrailiyaning 34, keyin 49 chiqdi, josusini va shular uchur yetkazganlarni tutdik dedi. 49 odammi jami? Mutlaq ko'p qismi 40 Suriyalik, Iordanilik, Falastinlik Arablar. Yani demek çoğunun bu yerdeki Araplardan, yani Türkiye'deki köşmelerden
ishchiga g'arb istixborotlari kirib bo'ldi bu vaqtcha tashkillab ularni bir taraf qilib bo'ldi. Shuning uchun mundaq bir ssenariyadan qo'rqaman. Erdo'g'an yana bultur saylangan 4 yil qoldi. 4 yildan keyin Erdo'g'an tushdi endi, chunki vazifasi tugadi, vaqti to'shdi 10 yil. Ama o'zimning salomatligim yaxshi emas, Alloh umrini bersin, lekin yana bir term deganga Erdo'g'anning nimisimi yetmaydi. Kallasimi yetmaydi, mingisimi yetmaydi ve qonun jihatdan tugadi. Erdo'g'an tushdi deb o'ylaydi. Tushgandan keyin AK Partining ichi qanday bo'ladi? Bu cho'ng savol bor yani. Mesela şu Rusya'da Putin'dek, Türkiye'de Erdoğan'dek bunda güçlük birleştirici rehber ve partiyalar rehberden ayrılganda yaman setçiçilik gidiyor. Yaman eğirçilik gidiyor yani. Çünkü Erdoğan'dek birleştirildiğin andak adam bombaga vaxtida amma adam bir-birini talaydigan bo'ladi ve ayaga adam chiqarishmi tez bo'ladi. Şuna AK Partiya işçideki factionlar o'xshamaydigan taraflar acizlapla qalsa ve saylamda utturup kaldı deyli CHP'ye. Utturup etkendiğin ki CHP çıkıp beyaz bir neslerin omşayımız ma köşmeller o bu diğer vaxtıda Türkiye'nin içinden şunu kılalaydı gayretini. Bu kamalist, dinsiz devletke şeriyet korumaz deydiğen bir nimini çıkaralaydı, oyununu oynayalaydı. Bununla müsait, bununla teyya ötken yıllardan tartıp Erdoğan'ın AK Parti'nin için bunu qalaydigan kısmen taraf var. Onundan sırt ekstra bunun üstüge çaplagan ekleme 10 milyon Arap var. Suriyelik var. Bu dinsiz devletke biz şeriat kurattıqlı bulup kaldıgan bolsa Türkiye işki uruşunun nimisi ihtimali var Türkiye'de. Şunun için aldığımızdaki 5 yıl Türkiye için bu tehdit var. Bunu yani aldığımızdaki 5 yılını ölçerligende bulup mu oturuşarak mandak kirişkende bu yerde bilmeydiğin teşkilatlar hayatı da İsrail'e bir pay okatmaydiğin teşkilatlar İran'ı partlattı. Bu teşkilatlar toxta İran olanı Şia dep aklıyalaydı çünkü ular özü içe. Ular Şia'nı partlattık buldu hem de Türkiye dinsiz, Atatürkçü dinsiz bunu patlattığımız digen oyununu kurup çıkalaydı. Hazır onunla şarait bağansırı müsaitleşiyordu Türkiye'nin ahvali. Ben bunun da ensireyim. Aldığımız gibi 5 yılda. Onun keyin Rusya. Rusya bilen Xitay. Rusya bilen Xitay birlikte hazır bunu demişsek mi bilmiyoruz hazır bu Ukrayna'da turvatıdı. Hatta Rusya'nı Amerika yeniği tatimen deşçi manda ihtimallahım var. Bulup mu Trump kavatıdı. Trump dombakını çelip kattık kavatıdı. Trump yapkasa manda bir ihtimallık var. Rusya hazır Ukrayna'nın 4 vilayetini bir soğanmışsa bu 4 vilayetini nimige Rusya'ya kabul kılmış Rusya'nın ağını dep Ukrayna'nı kurban kıp durup setip durup 4 vilayetini Xitay taraftan öz tarafga tatıp Rusya ile Amerika'nın aldığımızda hemkarlaşıp ketiş ihtimali var. Trump qaytib kelsa. Bunu kılalaydı. Ama Ukrayna ziyan tatkan uğruşunu kurup kalgan buldu. 4 vilayetinden ziyan tatkan buldu. Ama Rusya'nın köngülünü Trump'mışda ilişkiye tırışalaydı. Şu an Avrupalıklarının Rusya ile uğraşmamız mümkün dediğini ben neyi tanıdayım. Çünkü Rusya'nı Avrupalıklarında tehdit görüp korkan bilen Amerikalıklarının yani bulup mu Trump'ın Cumhuriyetçilerinin Rusya bilen oylaydıgan planı başka dep qarayım hemen. Bunu kılmak istedi mi Biden 4 yıl kalayım kanka ve Trump'ın planı nesli Rusya'nı yeni tatmak istedi Xitay'a karşı. Şu an yeni Trump qaytib kelsa bu yana o'ng'ush yalaydi. Ukraynani kesib bo'ldi, urushni to'xtatinglar, yana Ukrayna qabul qilsa, bisilga yana qabul qilmasan sana qo'llamaymiz buni degan. Putin alasini olsun Xitoyga o'tayli degan shaklda bir hamkorlikning boshlanishi boshlayoladi Trump kelsa. Undan keyin yana bir muhim narsa Afrika. Afrikada hozir bu Ruslarninki bilan Xitoy bu Afrika'nın hegemon güçlerini bulup mu Fransa'nı acayip kıyına ütüpardı. Neçe devletler Fransa'nın nimelerini, askerlerini çıkarıp ötüşki başladı. Hatta bazı yerler Fransa'ya kolluğan, Fransa'nın pişki şeklindeki vakaletlik hükümetleri ağdırılıp, hazır 3-4 devlet oldu. Ağdırılıp generallar çıkıvatıdı yege ve bu çıkan generallar Fransız askerlerini kollatıdı. Afrika'daki rekabet tekimi küçüğüşü mümkün ve Rusya Wagner arkalık bu otursa da
nima bir nima koridor deydi, unuttum qarindoshlar, biz keşif ketdik kechirsizlar. Şu koridorni egallaymizda bu o'ttiri Central Afrika, Merkezi Afrikada Wagner Ruslarning ajoyib ta'siri bor. Hatto bu yerdagi prezidentlarni Wagner qo'g'datdi. O'zining qo'g'duvchilari ishonmay Fransiyaning odamlari qolsa deb. Shuning uchun hozir bu Afrikadagi nimaga diqqat qilishimiz kerak va bu tutushu menimcha oldimizdagi 5 yilda yana bir ehtimollik Fransiyaning bu African frank, ya'ni bu g'arbiy G'arbiy Afrikadagi bir 13 mi davlatning pulini Fransiya bosadi uchun. Bularning puli Fransiyada besilib, bular keladi, kelganda pulni berishdan burun besish haqqi, o haqqi, bu haqqi sen manchilik qo'yishing kerak degan shaklda ularni kesib oladi. Ba'zi davlatlardan 20% deganda kesib oldi. Shunga bu Afrika davlatlarining Markaz bankasining puli Fransiyaning qo'lida va o'zining boshqa bizga puli bespa aka pulimizni desa bergan vaqtida o'tirsidan kesadi. Shunga Fransiya hozirmi Afrikani so'mirayotgan. Her yili ba'zi bir nimalarda, stadiyalarda 400 milyard yevro bulaydiganligi Afrikadan. Bunu yazgan, bu natija chiqqan nimalar va dokladlar bor. Fransiyaning hozirmi. Shunga bu Fransiyaning bu Afrikadagi hegemoniyasini qirish uchun, sundirish uchun Rossiya o kadar kuchliki o'tgan bir qancha yilda, ya'ni oldimizdagi 5 yilda Afrikada bo'lgan narsa Fransiyaning Afrika uchun bosadigan frankiga tahdid boshlanishi va shu tema kelishi mumkin. Mening qarashimda asha qarab ketyapti, ya'ni Fransiyaning Afrikadagi hegemoniyasi u yerda sundirilyapti. Shunga bunun deb bo'lib, yana oldimizdagi 5 yilda Sharq Turkistonliklar biz qanday oldimiz qarindoshlar? Biz dehe bir ulus degan bir tal so'zni tushun. Bir tal so'zni tushungil olmayotgan, ba'zilar tushunmayotgan, tushunib olganlar tushungan, ammo ba'zilar bezirib olgan, tushunmaymiz deb bir tal so'zni tushungil olmayotgan holda bir-birimizni bir yerga kelib vatan xalq uchun ish qilaylik degan narsani u yerga kep bo'lmagan holda Amerikadagilar Demokrat partiyasiga, Turkiyadagilar Turkiyaning yana bir partiyasiga xizmat qilib, mulozimat qilayotgan holda biz bu holda anadikin xalqarada bu bizning Tayirjon agentligining bir nimasini ko'rib kulib ketdim. Bizni eng sapoliq, eng nima deydi, eng sapoliq va eng bizni saviya bilan xalqarada bizni Uyg'urlarning ovozidan tutgan tashkilot Dunyo Uyg'ur qurultiyi ekan. Qozonning quvvatisi cho'mish degandeklar bo'ldi u. Bu tashkilotning mening oldin nim deb ataydiganimni bilasizlar. Bu da nimanglar taftishinglar olmonga berket. Estağfurullah. Yani bu teşkilatның avvaliga qaraydigan bo'lsak, o'ttirchi yeshi odamlarning bunun ichida ish qilyapmiz, da'vo qilyapmiz degan odamlar. Uning nima da'vo qilayotganini bu yillarni yo tushungansizlar. Ammo odamlar 55 yosh atrofida o'ttirchi yeshi. Yana 5 yildan keyin bular 60 ga kiradi. 60 ga kirgandan keyin shu vaziyat obiyam degandek narsalarga ketishi mumkin. 5 yil umidi 10 yildan keyin bular 65 kirdi, pensiyaga chiqadi. Zaten bir Tangdın tolusunun, bunun için dava kılatkan tangdın tolusunun bu davadaki işi şutu zaten pensiya maaşı oluşuş. Bu mesela pizat hoşup kırılmaydı da o pensiya maaşı ağlamaydı. Tazı vaziyet için kalganda, tazı muşunda yerigi kerge vakti da ulaşıyorlar. Bunu biz pensiyaya çıktık da yok oldu mesela. Uygurlar hiç kanda teşkilatım yok halda tohtap kalıdı. Teyarlıksız, hiç qanday nimasi yo'q, shalaq qidla tayyorliqsiz tutilimiz biz eng muhim, eng keskin yerida. Menimcha Xitoyning plani shu edi zaten. Bu bekor baqamdi bu haqni. Yana 5 yildan keyin agar menga qarshi yo bu deganing xato deydiganlar bo'lsa, hozir bu 30 yosh, 35, 40 yosh atrofida keyindan iz besib kelayotgan bir kadroni ko'rsatishinglar kerak. 15-20 kishilik kelayotgan ma'la aning o'rnidan to'liqlab menda mangadi. Hatto mustaqillik deb o'zgardi deya. Yo'q. Bu yaşlarını nime üçün terbiyeleş, bizim üçün terbiyeleş deydi. Birisinin balısı yok onda. Birisinin balısı bu dava katnaşmaydı. Çünkü ola işlenmeydi dava. Bu davada hatta dersleri setip atkanını bilişim mümkün.
Şunun üçün Uygurlar hazırki minişida Şərq Türkistanlıqlar bütünley tayarlıqsız aşı tokkıda aşı an vaxt bitim muşundaqlı yoluqumuz uçurayımız şu devirge dünya bir qalayım qançılıq fikir ketken dünya bir tazı egiz paslaşıp ketken hem yada Ekarindaşlar tinçlik yıllarga bek könüp ketdi insanlar 80 yılı tüzek uruş çıkmay mesela Avrupa tarihideki en uzun tinçlik bu 2. Dünya Uruşu'nun bugünkü devrinin ismi neymi o? Avrupa'daki uzun tinçlik deydi. Avrupa tarihida 70 yıl tinç turpaqkan emas. Ötken 3000 yıldan yağı bir-birsine çanaşqa en usta Avrupa qitasi. Şunun üçün bu tinçlik devriga bek uzun könük etdik. Bu tinçlik devrinin tügüş mümkün. Tügeydiğe vakti gelişi mümkün. Şunun üçün bunun dikinki dünyada qalayım qançılık qoğa vaxtıda, aşında yerik keyge vaxtıda biz bütünley tayarlıqsız moşundaqlı tutulup qalmız. Burun ne çıkıtım dedim hazır mı dey? 2027 yılgacha Uygurlar tayarlığını tügütüş gerek mening hesabımda. Eğer 2027 yıl tügütemsek biz beşimizni taşqa ursak mı? Fursat kilidi. Abay fursat dedik ya. Uygurlarga bir fursat kilidi desek, Şərq Türkistanlıqlarga acayip çoğun fursat kilidi degan vaqtimda bazı qarindoshlar manda o'ylaydi ki Amerikaya birdir Xitoyda urib, desep çeylep, bizden yani ilip Uygurlar ilinlarmi yani Şərq Türkistan demsizlar yoki musu Uyg'uriston demsizlar talışinglar. Şərq Türkistan desanglar Pak Türkiston'u beğenmeymiz, Uyg'uriston desanglar sizlarga beramiz. Ilinlar deydigandek bizga keldigan fursat mushunda bo'larmiki deb o'ylaydi ekan. Unda olmaydi o. Abi bir şey dedim o. Hizbullah tarixiy fursatini qachiryapti. Ana qaranglar. İsrail'e mayaqda aldirash. Hamasga jini yetmay aram turdi. 12 ming askar yarda, 5 ming askar o'ldi degan nim degan gap kichikina biz yerdiki 20 ming kishilik qoralliq nimaga. Nim degan gap o yani berbat armiya. Anaga tenkilenmey turdu yani bütün mayak ketdi. Onu kollaydigan Amerika'nın nefes erişki hali yok. Bütün dünyadan kriz çıkıp emiyege. Yeni bir kollaydigan devlet Angliya onun doktorları Avustralya'ya keçivatıdı. Jıldı yettirmen doktoru. O ya da doktoru seyya sistemini bir çöktü. İktisadi eminesi beyran. Muşunda fursette Hizbullah oturdu o karan. Bana muşu fursat. Fursat muşunda kilidi. Onu tutsan tuttun tutmasan ötkedi o. Hazır tutanmasa yani o maaş tüge bir sıkmandan keyin 10 yıldan keyin Hizbullah'na ayrım hesaplaşıyordu bu nemiçi İsrail'e. Sana mı fursat kilodu deginimde muşunda kilodu. Xitoy başka yakta aldıraş, onun dostları bunun işenmegen yoki aldıraş ondan alıqanmagan, majalıqanmagan muşunda bir vaqtda dümbüsü uçuq ayaqda, Tayvanda ayaqda aldıraş tuğa vaqtida dümbüsü mana şu hazırki Hizbullah'ni kösen düşünse. Mana fursat sana. 80 yıldan fursatı mana haydi degenge tayarlığın buluş gerek. O tayarlığın bulmasa da o fitne almaştırıp oturup Türkiye'deki tetiksizlardaki ve sürgünlük hükümet ministeri yeni rejimi dep otasan o aşında kildi o fursat diye aşında mana dümbüsü içildi qila qildığının dedim. Şunu tutalamsız, şunu qilalamdık. Bugündün başlap ahli analiz qilib, ahli tefekkür qilib nima qilishimiz kerak, fursatga tayyorlik qilishimiz kerak. Bu fursat ashta toshqandek kelib liqqada o'tib ketadi. Tamam? Shuning uchun qarindoshlar, fursat keladi. Alloh bizga dedim-ku 100 yılda 4 qitim fursat o'tdi ki hammasini qachiribdik. 5-sini hozirgi minishimizda hech qanday tayyorliksiz uchraymiz o fursatga va fursatligini bilmay turib qachiramiz, o'tib ketadi. Shuning uchun mening bugun deydiganim mushunchalik qarindoshlar. Keyingi nimalarda yana so'zlashamiz. Anaki yana birisi ijtimoiy palladagi qarang bizda ijtimoiy palladagi ufqumlarni hal qilib bo'lamidik. Aslida 1970'larda hal bo'lish kerak derslar bu. Hal qilib bo'lamidik, ma fursat vaziyat pishib, yetilib, kelib ayqiga o'tib ketadigan yerga kelyapti. Hozirgi ehtimolda bizning fursatni qachirish nisbatimiz 95%. Hozirgi minishimizda 95% biz qachiryapmiz. Shunga Allah hammamizga aql fikr versin qarindoshlar, bir vatan suyg'usi versin ammoymi. Shunga bugungi narsam müşahede tugidi.
Anlıken ma Gollandiyadaki Abdurrahim Geyne kardeşimiz bir suallarım battı yazsam da bir iki yıl aldı deptikensiz ben yazın diyendim yine deyim dedim kaç günü yazdım az bir yardım de amalva baldorak yazın çünkü aldığımızda aldıraş bok memnun amalva yazın kardeşim kanında sual olsa bana sorsanız buluyordu biz 5 dolar beğenme de beğenmekten demeyimiz kanında sual olsa sorsanız ben cevap veriş tirişime bunda yazıp nem kılgan vaktim çıkmay kalsa işte ekranda cevap verme birme bir bolsa birinci sual ikinci sual diyen şekilde yazsanız tekin karşı alımı memnun bulumu inne koludu sualla. Şuna qarindaşlar bugünkü derse bir şey geçe hemen Allah'a emanet. Onundaki yana birisi ictimai pellerde bizden logotimiz yetmeydi. Bizim söz ügünüşki yetmeydi. İctimai pellerini okup düşünüşümüzge, ügünüşümüzge yetmeydi desem bazı bizdeki logat güzelçilerinin uğru tekitipti bu. Bizden logotumuzga tek yüzmeyesiyle salahiyetden toşmaydı o bu. Ben bu da aldığımızda fırsat o vaxtıda ben bunu ispatları bilen, misalları bilen köstüm. Koyay. Birincisi ya Allah'ın kitabıga tek yüzü vatkallı var. Allah'ın kitabıga tek yüzüdür. Biz senin bu demedi ki Abdunum Raylık Tıl Kasapları Komitesi'deki altı kızıl parçakla yazgan logotiki biz tek yüzememdik bu bir. İkincisi bu lügatlarının içinde ictimai pen tercüme kılıp bulmayı bu benim iddiarım. Ben Avustralya'nın federal hükümeti 5 yıl tercümanlık kılgan. Bu jarayonda bir kitap tercüme kılıp bakay halkara münasebetler doğrusundaki dep Uygurca tercüme kılmen dep köygen o lügatlarının hepsini tercüme kılıp bulmaydı. Uygur dili yetmeydi ictimai penlerini düşünüşke. Bunu ispatları bile köstüme. Kaysi sözde kanda tercüme kılındı bu. Mümkün emas. Şunun için bizden o kadar elik bizden tilimiz ahti kılıp etilgen ki minimiz bu ictimai pellerine bu siyaset ilmi, cemiyet şunaslık degende kesiplerini, sahalerini düşünüşke tefekkürümüzni buğup etken sözler çok. Birli dersi yol koygan til şunaslık. Ondan başka işgal sahani düşünemeydi Uygurlar ameliyette. Şuna bunu salahiyetim toşamdı, toşmamdı, ya ki seviyelim, yetem yetmemdi. Bu da hakikaten yani biraz bir aram bolsanız, buluşunu kalırsanız, bana aşağıda hep logat güzelçiligi kalır. Bu da hakikaten programını görüyorum, ben köstüp sizge tilimizden kaysa ahval çıkardık. Şuna qarindaşlarım, hemen Allah'a emanet. Ben bugün müşünçilikni kıldım. Müşünçilikni tügütey. Hemen Allah'a emanet. Keyin xitim görüşkice aman bulunlar qarindaşlar. Size öcel.